Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Assalomu alaykum. Eron Ummon dengizida AQSh kemalariga qarata ogohlantiruvchi zarbalar berdi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron harbiy dengiz kuchlari Ummon dengizida AQShning ikkita esminisiga qarata ogohlantiruvchi o'q uzganni, Qodir raketalar va Shahid Donoyer dronlari ishga solganini ma'lum qildi. Har ikkala harbiy kema Hind okeani tomonga chekingan. Eron shuningdek Ususi Tripoli desant hujumi kemasi hududni tark etishga majbur bo'lganini da'vo qilmoqda. Eron harbiy dengiz kuchlarining ogohlantirishi, agar AQSh kemalari qaytib kelsa, uzoqroq masofaga uchadigan raketalar qo'llaniladi. Kutilmagan xabar. Eron o'zini g'alaba qozonganligini e'lon qildi. Videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Eron oliy rahnamosi Mushtaboy Xomoney Eron va AQSh Isroil ustidan g'alaba qozonganligini ma'lum qildi. Hamda Tehronning raqiblari mamlakat ichida nizo va bo'linish urug'ini sochishga urinishda aybladi. Uning bu haqidagi murojaatini Euronews keltirdi. Xomoneyning murojaati Tramp ma'muriyati Eron bilan olib borilayotgan muzokaralarda sezilarli yutuqlarga erishilganini bildirayotgan va AQSh prezidenti Donald Tramp Mushtaboy Xomoney bilan shaxsan uchrashish ehtimolini istisno qilmayotgan bir paytda e'lon qilingan. 4-iyun kuni Xomoney AQSh va Isroil bilan bo'lgan urushda Eron g'alaba qozonganligini ta'kidlab, kutilmagan bayonot bilan chiqqan. Aziz Eron xalqiga shuni aytmoqchimanki, sizlarning qurolli kuchlar safidagi jasur farzandlaringizga qarshi kurashda mag'lub bo'lgan makkor dushman bugun nafaqat jang maydonida, balki jamoatchilik oldida ham chuqur va og'ir taqdirni boshdan kechirmoqda. Shu sababli u turli hiyla nayranglarga tayinmoqda, degan oliy rahbar. Xomoneyning kutilmagan bayonoti ehtimol tinchlik kelishuvga yaqinlashayotganidan dalolat berishi mumkin. Ko'rinishidan u Eron xalqini bunga tayyorlar ekan, bir vaqtning o'zida birdamlikni saqlashga chaqirmoqda. Taxminan 80 yil avval Isroil deb ataluvchi harbiy tayanchni yaratgan hukmron tizim Buyuk Isroil deb ataluvchi soxta va to'qib chiqarilgan geografiyaning sharqiy chekkasida, ya'ni Frot daryosining sharqida joylashgan ko'plab ustunliklarga ega kuchli va mustaqil Eronning mavjudligini qabul qilmaydi, deya qo'shimcha qilgan Xomoney. Eronning Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Kuvayt va Bahrayndagi AQSh harbiy bazalariga zarba berganini ma'lum qildi. Bu haqda Tasnim xabar berdi. Kuvayt hukumati esa hujum oqibatida mamlakatdagi xalqaro aeroport nishonga olingan va jabrlanganlar borligini bildirdi. OVNning xabar berishicha, korpus AQShning Kuvayt va Bahrayndagi harbiy obyektlarga raketa va dronlar yordamida hujum uyushtirgan. Tashkilot bayonotiga ko'ra, hujumlarning biri AQSh harbiy dengiz kuchlari 5-flota shtabiga qaratilgan. Eron tomoni bu zarbalarni Qishim orolining janubida joylashgan neft tankeri va korpusning telekommunikatsiya minorasiga berilgan hujumlar sifatida izohlagan. Biroq Anadolu Ajansi agentligi Eron dronlar hujumi oqibatida Kuvaytdagi aeroport zarar ko'rganini ma'lum qilgan. Kuvayt mudofaa vazirligining vakilining so'zlariga ko'ra, terminal binosiga jiddiy zarar yetgan, shuningdek ko'plab odamlar jarohat olgan. Ta'kidlanishicha, Kuvayt qurolli kuchlari vaziyat rivojini diqqat bilan kuzatmoqda hamda mamlakat xavfsizligi va barqarorligini ta'minlash uchun to'liq jangovar shay holatda turibdi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQShning Kuvayt va Bahrayndagi harbiy bazalarga raketa va dronlar yordamida zarba berganini ma'lum qildi. Bu haqda Tasnim axborot agentligi xabar berdi. Korpus bayonotiga ko'ra, hujumlardan biri AQShning harbiy dengiz kuchlari 5-flota shtabiga qaratilgan. Zarbalar Qishim orolining janubidagi neft tankeri va korpusning telekommunikatsiya minorasiga uyushtirilgan hujumlarga javob sifatida amalga oshirilgani aytilgan. Avval ham ogohlantirgan edik. Agar hujum takrorlansa, javob yanada og'irroq bo'ladi. Aynan shunday qildik. Bu javoblar saboq bo'lishi kerak, deyiladi bayonotda.
Shu bilan birga AQSh Markaziy qo'mondonligi matbuot xizmati Eronning barcha hujumlari muvaffaqiyatsiz yakunlanganini bildirgan. AQSh qurolli kuchlari hushyorlikni saqlab qolmoqda va Eronning asossiz tajovuzdan himoyalanishga tayyor, deyiladi AQSh bayonotida. 1-iyun kuni AQSh Markaziy qo'mondonligi Eronning Go'rk hududi va Qeshm orolida joylashgan radarlar hamda dronlarni boshqarish punktlariga o'zini himoya qilish maqsadida zarba berganini ma'lum qilgan edi. Qo'mondonlikka ko'ra, AQSh qiruvchi samolyotlari mintaqaviy suvlardagi kemalarga tahdid solayotgan Eron havo mudofaa vositalari yer usti boshqaruv punkti va ikkita hujumkor dronni yo'q qilgan. Qayd etish joiz, AQSh va Eron o'rtasida aprel oyi boshida e'lon qilingan sulh rejimi amalda qolmoqda. Keyinchalik AQSh prezidenti Donald Tramp uni alohida farmoyishga qadar noma'lum muddatga uzaytirgan. Biroq sulhga qaramay may oyi boshida tomonlar Hormuz bo'g'ozida o'zaro zarbalar almashgan. O'shanda AQSh Bandar Abbos porti va Qeshm orolidagi obyektlarga hujum qilgan. Eron tomoni esa ushbu zarbalarga javob qaytargan. AQSh tomoni kemalar zarar ko'rmaganini ham bildirgan.